Bilaman, hozir senga ham oson emas. Qanchadan beri mehnat qilasan, kechalari bilan PUBG o'ynab, video olib chiqasan. Nazlingda zo'r chiqqan videoing aslida hech qanaqa prosmotr olmaydi. Qayoqdagilar esa qayoqdagi bitta videosini qo'yib 1 million prosmotr va anchagina podpischik bilan senga baqirib qarab turgani yoqmaydi. Yokida hayotdan olib qaraganda 1000 so'mdan bering akajonlar, iPhone 10 Pro Max kulib qo'ydim. Tursunxon shu bolalarni olib qaragin, sirazu ko'tarildi. 1 oy, 2 oy trendda bo'ldi. Undan keyin hozir hech qaysini hech kim eslamaydi. Ular vaqtincha. Hech qachon shu narsani unutmaki, yog'ishni tez boshlagan yomg'ir to'xtash ham tez bo'ladi. Misol uchun qara, meni taniysan. Meni ham shu paytgacha bironta videoyim 1 million prosmotr olmagan. Bir narsaga kelishib olamiz. Hozirdan harakatni boshlaymiz. Bitta normal kontent topib, o'sha kontent rekka chiqmaguncha qilamiz va oradan vaqtlar o'tgach natijasini bir-birimizga aytamiz. Minimum 1 oy. Shukur qilsang menga, yana beraman senga. Va yana shuni bilkinki, shukur qilish to'xtab qolish degani emas. Sen ham o'zingcha so'rsan, boshing katta, sen ham aql yo'q ketding dema. Men ham xuddi sen dema. Hali hech narsaga erishmadim. Shuning uchun birodarim, harakatni birgalikda boshlaymiz. Men seni tanimasam-da chin dildan omad tilayman. Bu aytayotgan gaplarim aslida senga motivatsiya emas, bu reja. Sizlar ko'rib turgan motivatsiyalaring o'rnlaringdan turib harakat qilish uchun aytiladi. O'sha sizlar qilayotgan harakatlaring men aytayotgan reja bo'ladi. Hozirdan boshlab bir narsaga kelishib olamiz. Bundan keyin rekomendatsiyani o'zingga o'xshagan harakat qilayotganlar chiqib qolsa, kommentga kirib shunchaki omad brat yoki da poddeshkadaman deb qo'y. Sendan hech narsa ketmaydi. U bolaga esa tog'dagi motivatsiya bo'ladi. Va aytmoqchi bo'lgan gaplarim davom bor. Hozircha esa shular. Qanchalar g'alati eshitilmasin, hammaga omad, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.